Taqsimot yaxshi tushirilmabdi. Yana qachongacha saqlaman? Taqsimotni kutib o'tirmay, yer izni faqat sizga. Voy, diqqat qiling. Bularda hadini eshib ketyapti. Adılcan! Han kız! Teşik motoqtika. Nəyik mandınlar? Öygi mangan. Qani, haruğa çıqınlar. Chiqna, moqis. Oturunlar. Mandı qamsa. Çö! Qayaqdan kelyapsiz? Bazaq berib kelishim. Çın oturunlar. Çö! Çö! Assalomu alaykum, Shuji. Va alaykum assalom. Qanday ahvollari? Yaxshi, ahvolda o'cha taq yo'q. Yanılı qarg'aydek qat ko'tarib turyapmiz. Mushkullarda bizdimi ahvol so'raydigan vaqtinglar chiqadi ekan, ha? Shuji, bu nima deganlari? Sizlardan ahvol so'ramay, kimdan so'raydik biz? Sizlarni tog'da bildigan tursak, Shuji. Ha, bu ikki tayg'onni keyninglarga selib olib, nega maqdinglar? Nega baratdik, Shuji? Ancha-muncha ish qarnimizni ichib kelaylik deb mangandik. Ha. Sizlarni mo obdan bilib qo'ydim, Sadiqaxon. İşçinlar bek tarken cuma. Oyunni o'zinglar o'ynab, dardinglar bo'lsa menga to'kamsizlar. Shuji, sizlarni qachon o'ynatmay qolgan biz? Agar vaqtlar yetsa, bugunning o'zida, bugun kechning o'zida bir ziyofat o'rnashtiray. Sizlarmi yiliqlarni birga etkazsizlar. Bilamdi? Qanday deb Shuji? Adamning ko'nglini obdan tushunasiz cuma. Baya sizga chaqchaq qilib qo'ydim. Bizning ko'nglimizmi yemak ichmakda emas. Endi siz ziyofat qilib berman degandan ba'milsaq bo'lmas. Bundaq o'ltirish ko'ngil ichish deganlarga ozdiq qizil-bizil aralashib kelmasa bo'lmaydi-ku deyman. Qandaq? Bo'ladi Shuji, bo'ladi. Uni xotirjam bo'slar. Bugun kechning o'zini o'rinlashtirib o'tay. Xotirjam bo'slar. Hammasini boshlab kelsizlar. Bo'ladi. Ma'qul. Shunda bo'lsa, kechgacha.
He? Qaysi turlar qatnaşdın? Ijroq sekrash bilan elektriklar va tuzumlar jurashga qatnashdim. Əmsi күнді məşq qilib bergan. Ətdigəndə mənim yardım qılay. Ma'qul aka. Məşqini to'xtatib qo'ymajimi? Ha? Ha, bu. Apa? 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 Keldinglar bolalar. Sizga nima bo'ldi? Menga hech nima bo'lmadi. Undaqda yig'labsiz-ku. Yo'qay, sizlarga choy damlab beray, a? Apa, siz o'tiring, men qilay. Voy, bo'ldi bolam, o'tir. Ha, aytka, ish qilyapsiz. Mana bu 120 yandan taloni. Tez pulni olib chiqing. Nima pul u? Nima pul bo'ladi? Jarimani. Kim sizda biz buyurgan ishni yaxshi qilmasin? Ha? O'rinli qilsin debdi. Tez bulan pulni olib chiqing. Bulan. Voy chaqan bulan-a. Bu zo'miga yana ketdi-da. Chong dada. Çay içtim. Rahmat qizim. Elangla, ala balam. Bo'pti, apa. Ko'nglingni yerim qilma. Bu ishlarni o'ngishib ketadi. Ey jinim balam. Bu ishlar o'ngishilib, ko'nglimiz echilg'icha quyruqimizni qum bosadigan o'xshaydi. Helitin uhdegidek majolimiz qolmayotsa, bu endi bizga nima tatquluqdigini? To'liq ham yemigina, apa. Men ba'zi ishlarni hal qilishning yo'lini qilib qo'ydim. Uyda bari mushukka oz bo'lsa-mu, buni ep qo'ysa afkan. Ey, bari aram mushulma? Ha? Bari mushinchilikka. Hozircha qaytib turay. Lekin 2-3 kundan keyin yana kelaman. Tog'ini tayyor qilib qo'yinglar, juma. Bu kentdagilar bag'ancha erdidan osh qiltirdi. Bizlarga tuzi xotirjamlik yo'q. Agar salomatligim yorib bergan bo'lsa, tijorat qilib pul tepib, xizmat ishingizni hal qilish uchun yuqoriga Beyjinggacha mush qerijanimda arz qilib borgan bo'latdim. Mendan ansirmang Chong dada. Sizning salomatligingiz yaxshi emas. Meni desangiz o'zingizni ko'p osrang. Hay qizim, mening beshimdan qaytayotgani Odiljon ishkanlarning xizmat ishi. Meningmi yeshim bir yagi berib qoldi. Qizim, bo'lsa vaqtida neninglarni butun qilib olgan bo'lsanglar, ko'nglim xotirjam bo'ladi. Odiljon ikkimiz maslahatlashdik Chong dada. U mush necha kun ichida arz qilmoqchi. Shundaqmi qizim? Bu bek obdan ish bo'pti. Xudoyim yo'lini ochiq qilsin, ishini oson qilsin qizim.
Şucuma bir parça köşkü yemezler. Bak yerinde. Şucu, hoş geldin. Alamet, alamet. Teyze ulan, teyze. Alamet, alamet. Yakışır. Bu yerda bizga nima bor? Mana endi boshliq bo'lgan odammi bizni aldab yursa, mo'shimi ish bo'ldimi? O'ylab baqa. Nima amal bizga? Qo'ygan xotinning o'zi bo'ldi-ku. Qilganini qilmasak dexe, xizmat tashlab beraylik dexe. Niyoz bilan uch aktivning qilmagan askarga qamri. Xalqmi bizga o'sh bo'lib ketdi. Yana texi bizni yolg'on so'zlab akapti. Menimcha bu yerga kelganimizmi yaxshi oldu. Yuqoridan tekshirib kelib qolsa, o'choqda bizga paket kerak bo'ladi. Sen mo'shini paketda otamsan. Men daftarimni ochadigan bo'lsam, bundoq paketlardan necha o'ni tepildi. Vaqt soatidan tortib xatlab qo'yganman. Yura. Ketaylik. Qani. Kirmoqim bilan o'zi ko'rinmaydi-ku, ha? Nacharlar yana nacharligini qildi-da. Bu nimalar o'zimizni faqtimiz deb o'zicha haraq-sharaqni ishmaydi. Mana endi o'g'irdak qochqinni ko'mandigan. Hey, qochqinlar qichiversin. Ishkanlar ichivermaymiz bu. Unda so'ringa yarashmaydigan talibni gazlar ishini qilaversin. Qanday dem sho'je? To'g'rimi? To'g'ri. Qarama qo'yja. Alamet. Ha, yaxshi. Şuci, ben de ayarını şana oldu. Onun bilan xotirjam bo'l. Malla bo'ladi ekan men seni har qanday ish olib. Rahmat Şuci, rahmat. Qani, rahmat. Lambaqa bamangla vay bala Silambaq diye lamba Sıraylıqni söymengla Yarın kıyamal Oy, to'xtaxon. Nima ish qilyapsizlar bu yerda? Nima ish qilyaptim? Ketman jo'tman. Nima ishing bor? Ma jarimani to'laversak bo'ladi, to'xtaxon. Jarimani to'laytaylamdi. Nima jarimani ekan u? Bu nima jarimani deysizlar-ku? Bu degan kentning o'rinlashtirishi. Niyoz. To'la tilingni chaynamay ko'zimni yo'qla baq. Ma'qul. Men yo'qolsam-mu yo'qolay, lekin ma jarimani to'lavat deyman. Ha? Ey, o'tkizib qo'yganing bormi? Ko'zimni yo'qla. Elibika adovni bermay yana. Nima? Meni adovni bermoqchiman. Ey, meni oqtirgim bormi? Hey, oqtirgim. Bir chaplikmi? Ey, nima qilibsan? Mana.
Endi yaxshi bo'ldi. Berganini men bir ko'ray. Hey! Voy so'kka. To'yga. Men qanda fırlayman. Yani ko'ngli bek nozik. Ay Allah. Hey! Hepsini. Assalomu alaykum axunim. Ha, va alaykum assalom. Ahvollari. Inshaalloh yaxshi turyapman. Ha. Aysham xalla yaxshi turyapamda o'g'lim. Opamning ahvoli hozir xil yaxshi. Obdan turyapti. Xan kız. Neyim var? Beynime keldim. Yuqar ko'zimdan. Bu iflos. Neyim yok oğlum ben? Yaqin kelchimma. Biz odam chaqirmang. Yaqin kelma. Kız. Yaqin kelma. Odam bormi? Meni qo'ymat. Meni qo'ymat. Vay can! Bu kan yok. Yaqin kelma iflos. Odam bormi? Qutqizinglar. Yaqin kelma. Voy can. Yaqin kelma. Hey! Münafık! Huy! Huy! Tota! Sana sizge bir iş bulmagandı. Ha? Bu adam emas. Münafık! Cığılmak sana. Bo'ladi ukam, Aysham ham bilan o'zim so'zi shay. Voy, o Seyitqo. Haras. Sizlarning o ish qaraqchi bilan bo'lgan da'vo ishinglar qanday bo'ldi? Da'voyimizni hukumat bir taraf qo'ygan. Lekin bu bir nimalar orolli turdi. Bizni bo'zaq qilgili. Hech oromimizni qo'ymadi. Ha, mundaqdan ukam. Bo'pti ukam, sizlar bu askilar bilan tamomlanglar. O'z ishinglarni qilaveringlar. Ularni bir kun jajisini yeydi. Bo'lamdi ukam. Bo'ladi. Bizning ular bilan ota-bobomizdan o'sha adovatimiz bor. Mana bu sen. Rahmat. Rahmat. İşni men deganda qilsam, seni texim obda rozi qilaman. Odilni bo'ysundirmoqqa o tez emas. Lekin osh to'xtak sal qaram nima? Uning mijozini sizmi obdan bilasiz? Ha? Qaysi kuni meni chepivatgili tasli qoldi emasmi? Navoda bu qatim yana ko'ni yangi jarimonini olaman deb oldiga bosam, futqulimdan ayilib qolamanmikin deyman. Hey! Sen mush atrofning boshlig'i Juma? Nimadan qo'rqsa? Vaqti kelsa, biz 3 yo'lbos qarab turmaymiz Juma. Aka. Sen nim bo'ldi? Eshitdim bo'lmadi shu. Hey Nanqepi! Yuzingga nim bo'ldi deyapti men. Yuzingni mushuk tatlib oldimi? To'g'ri, mushuk tatlib oldi. Sadiqqa, yo'lbosni mushuk tatlib olibdi-da, ha? Hey laqva, satishib turmay uy kira, chaqa bo'la. Bo'ldi, ochiqlanma Sadiqqa. Yo'lbosning yuziga dori surtib qo'ysangiz, tez o'g'irib ketadi. Tularda namoz qilmay ishinglarni qilinglar. Ishlarni vaqo, men degandek qilinglar Juma. Ma'qul, ma'qul. Bo'ladi, xotirjam bo'ling. Ma'qul emasa? Ma'qul. Bo'ladi desa, men chiqay. Xo'sh. Xo'sh.
keldingmi qizim? U qonxo'r munofiq. Men uni o'ldirmaydigan bo'lsam. Adash, bunda qilsang bo'lmaydi. Sen degan bir aql egisi. Yanala ular bilan tang bo'lmag'ini tuzuk. Tang bo'lsam nima ish bo'lmaydi ekan? Bizni bo'zaq qilg'ini oz deb, mana endi xon qizimiz yankash qilmoqchi bo'lsa, zodim ush iflosaning dasidan yoshig'ili bo'lamdi, bo'lmamdi. Aslida sana demisam bo'pti ekan. Yaqinchilik qilib deb soptiman. Undaq nimalar bor qira, o'zingni ifratma. Ular uchun meni men titiyman. Ularni mana men qo'yib, ha? Xotirjam bo'l. Bu bir xalta ko'rishni itmog'idan qaraganda xon qizishganlarning polosini yeydiga o'xshamamdi. Ha? Voy tamchum. Bo'ldi, ur ketma. Cho'p. Rastda ise, aslida nazir bamsakin bo'latdi. Biroq opam buning zotli qo'shilmadi. Nemishqa amdi? Nimish qo'latdi? Nazir berish koni qoidamish. Hamma odam bu tavarik koni qoidini qarzilab bo'lsa bajar keltirib o'tmasa boshqalar so'z yo'q qilamish. Shunga obro'y uchun bo'lsa berib o'tmasak bo'lmaydi ekan. Uni desang-ku, men bu dadamning nazirsini beramidim. Cho'nglarning aytishicha, nazir chiroq otganni yetimsizlarga bersa, to'g'risi shu bo'lamish. Zodila bilamadim. Biz qachongacha obro'y qo'llashib, to'g'ri xatosini ayirmay yuramizkin tam. Uyimizdan bo'ron uchib tursimi, holimizdan traktor tatamaydi biz haqna. Bu kunlarmi o'tib ketadi. Cho'p. Haras, ishing qanday bo'lib ketdi? Shu petib turyapti. Mondaqda. Cho'p. Yo'lini qilib boqmadingmi? Xon qiz ikkimizning materiallarini yig'ib ratlab qo'ygan. Mondaqda. Yaxshi bo'pti. Iloji bor, tezroq tutish qilinglar. Hozirgi xizmat topmoq pek tez bo'lib ketdi. Hech bo'lmaganda sening ishing bir hal bo'lgan bo'lsa. Shundoq, bir necha kungacha shaharga kirib chiqaymikin deyman. Hey, qara, maligimni kelib qopdi. Bo'ldi, Harun to'xtata, men bu yerga tushib qolay. Oo. Bu bir xalta guruchni uyga kirib kelgin. Men xon qiz bilan ko'rishib kelay. Ma'qul, sen beraver. Nima? Pul yo'q? Pul yo'q. Pul bo'lmasa, nazarni ko'zdagi sug'ib beramsiz. Qarab turmay, ber pulni chiqing men. Jinim ukam, uyning bir to'rigidan ayrilibmi? El jamoat ichida nazar chiroq vermsam qanday bo'ladi? Amalsizlikdan shu qo'ydim birini setib etdim. Shuningga bermoqchi. Qo'yni setib nazar bermoqchi eding. Unda bo'lsa, men av qo'yni qarzga hisoblab ep ketay, ha? Oy ukam. Oy bo'ldi. Unda qilmoq jinim ukam. Oy to'ldi qilmang. Yasingiz qanday bo'ladi? Ay. Chang'i tushirdi-da. Ukam, sizdan o'tinib. Oy bo'ldi. Unda qilmang. Qo'yni ep ketmang ukam. Unda qilmang jinim ukam, sizdan o'tinib qolay. Ems men qo'yimiz 200 qo'yga hisobchimi? Ha? Bu qo'yni o'tgan bozor kuni 250 qo'yg'imiz sotmagan. Voy bo'ldi. Nimada to'li gap bu? Hey! Kiplas! Qo'yni qotanga kirib. Chapsan bo'l! Sen mening ishimga aralashma. Men sana pul demagan ekan, Juma. Hey, Niyaz. Men sana yaxshilik chigab qo'timan. Ang yaxshi qo'yni qotanga kirib. Sen ortiq ishga aralashma deyman.
Ben sana gel kulaktım ben. Ben sana gel kulaktım ben. Ben sana tutmayın kafasına. Undakıma değil ben. Boşa kılıçlar. Bolde ben. Haram diye toymaydı lan. Agir değil ben. Undakıma. Ana toya bana. Undakıma. Bana. Vay undakıma. Boşa kolay. Undakımayı kavuştum. Haram diye toymaydı lan. Çabuk adamı boş geldi kendime doktor. Neymiş ki yavaşlanıp boşa gelsin. Las! Makul! Yok ol! Yok ol gözümden! Yok ol! Münafık! Ayşem kaça, korkmasla. Rahmet ukam. Hatırcam bosla. Korkmasla. Bu görüşünü kayaga akırıp koyayım. Ağayga akırıytayım ukam. Öyle mi? Makul. Çö. Geldi. Beş. Kimimse. Bana, üçlük. Za. Ben 5 kıza avladım ben. Bana 5 kıza. Aldım. Oldum. Altılık za. Qaranglar o kim o? Niyaz mı nime? Nemi qarşı tutvagandı o. Qaysı bir kinoda artistning kalın doğrug'ini ko'rgan edim. Mana endi bu Niyaz maymunni doğrab yuradi nima? Özümü o maymundakli bir nima o? Niyaz! Hey! Mada hey! Kelinlar oynaydı. Oyunumuz oynayla. Çe. Bula sen gel. Boz. Düştüm. Na tuz. Tamam aldım ben. Bundan keyin o dağılı yalnız çıkmagan kız. Bu iflaslarning qo'lidan har balo keladi. Asla hacı. Qani. Asla. Nazara deganlik yetim miskinlarning haqqi deganlik, to'g'ri. Atrofimizdagilarning g'urbat turmushini hisobga olmaganda, qattiq quruq bo'lsa-mo uyda yeydiganlari bor. Mening fikrim, nazarga ishlatgan pul mollarni bolalarning o'qishiga ishlatsak, to'g'risi shu edi. Ashamxon, anglasam o'ttiranchi o'g'illari bu yil oliy maktabga mangadi ekan, ha? Shundoq. Assalomu alaykum baba. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Qo'linglarni chayqab dasturxonga kelinglar bolalar. Ma'qul. Ashamxon, vallahi cho'ngib qopti, ha? Shu. Sizlarning deganlarim bek baland gap bo'ldi, hajika. Biroq shu endi nima demoqchi bo'lganlarini tushundim, Ayshamxon. Boshqalar nima desdaversin? Mərhum Yasin qarimning nazarsini beramidi desimi mayli. Ammo har qanday ishning o'z yo'li bo'ladi. O shu yo'ldan chetnasa xatolashidi degan gap. Biz obro'yparastlik qilmay, ishning to'g'risini qilsak, pul melimizni yaxshi yo'llarga ishlatsak, to'g'risi mana shu emasmi, Ayshamxon? Xizmat ishimiz hal bo'lib qolar, xonqiz. Ko'nglingizni yerim qilmang. O'qishimiz hargiz bekorga ketmaydi. bizning rizqimizga o'ltirgan mushmomiz sho'jining qizi bilan yez boshlig'ini adabsiz o'g'lamasmi? Bularni o'ylasam ko'nglim bekli yerim bo'ladi.
Bizim ta'limimiz nimancha qildir Adil? Yo'q. Bizim asli talaylik odamlar xon qiz. Meningcha, ba'zilarga o'xshash boshqalarning rizqiga changal soladigan iflos bo'lgandan ko'ra, vaqtliq tali kaj bo'lgan yaxshi. Esingizda bormi? Do'ng mahalladagi shoyib qattiq, millionlab harom pul tepib, mana endi ishning kuniga qilib o'tirmamdi. Hammasi boshqalarning rizqiga to'pchashqanning kasabati. Deganlaringiz to'g'ri. Biroq chondadam kech-kunduz mening g'amimga birdan xotirjam bo'lmayotdi. Rostini aytsam, men mugangarablik qoldim. Demisimi oldi keynimda bir inim yoki singlim yo'q. Dadam opamlardan ayrilib, yilmi bechar chondadan baykan. Bumiz qandaqmi qilar edi? Ko'nglingizni yerim qilmang xon qiz. O'tib ketgan ishlarni qayta tilga elib, sunuq dilimizni beorom qilmaylik. Qandaqmi ko'nglim yerim bo'lmay tura olmayman. Adil qandaqmi ansirmay tura olmayman. Seyitga o'xshash ifloslarning yamanlik qilmoqchi bo'lgani dal bilan yagona yolg'iz qiz ekanligimdan emasmi? O'ylab baxmamsiz. Menga bu nima tatbiqdir? Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang. Buningdan keyin sizni hech kim bo'za qila olmaydi. Sizga hech kim yomonlik qilib chiqib ketolmaydi. Xon qiz, siz endi yolg'iz emas. Mana men bor. Men sizni chin dilimdan yaxshi ko'raman. Menga ishoning. Bu mening chin yurak so'zim. Menga ishoning. Men sizni qo'llayman. Deganlarga obdan bo'ldi axunim. Mening arzoyim bolalarni yaxshi o'qitib, haqiqiy bilim egasi qilish edi. Adiljonga obdan o'qitib olgan, shug'unisi bir xizmatning peshini tutamayotdi shu. Olton, amına olton. O topasda kömülüp qalsıma, aman bir kuni faqirab chiqadi. Herkes kömülüp qalmaydi. Ching o'tirib. Ya Allah. Maqlamsa Aysham xonma mangay. Quroqlamanglar hajika. Yo'q. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي Maguyning ishti attiga qoqsada. Ajab qavovirda to'xtamay. Nima qilgani bu? Ay, sta. Aka, kun tushib ketdimi nima? Ha?
Qopa. Savur. Bular chaqqan bular. Kun tushib ketdi. Tura, o'rningdan tura. Shua. Tura. Ha, tomoq yeb o'tamsizlar, Ayshamxon. Sizlar to'lash tegishlik pul. Qo'g'in uruqi 80 koy, xameva o'g'it 120 koy, kunjur 40 koy, hasharat o'tirish to'g'risi 15 koy, yer haydash puli 15 koy. Ha, qo'g'inning cho'niki, ya'ni qo'g'in yaxshi unmagan yagi jarimani 30 koy. Yana qo'g'in unmagan yagi qavter qo'yibsizlar. Buningga 35 koy jarimani keldi. Ha, yana uningda boshqa qaysi kuni qattiq bo'ron chiqqanda bu oiladan birasinglarmi qo'g'inliq yetmabsizlar. Buningga 30 koy jarimani. Ha? Yana jamoat fondi 20 koy. Bir moyaga 56 koy supul keldi. Shundaqda hammasi bo'lib, ya'ni 5 xil rasxotni qo'shganda umumiy chiqim 431 koy bo'ladi ekan. Bu pulni bugundan kechiktirmay, kent moliya bo'limiga topshirib o'ting, ha? Men qaytdim. Ukam, bu Ha, nima? Bugundan topshirib o'ting uni. Ishim aldirash mening. Ağaylar, su tutaldinglarmi? Yo'q, texi. Bu yil suv bak qis bo'lib ketdi. Hey, shuni deyman. Ikkinchi qadamda suvni qo'yamaydigan o'xshaymiz. Bizmi shu kentga berib aytib baqsaq bo'larmikan? Hey, qaranglar. Niyoz G'alcha Ahmad G'ayratning uyiga izzat atmay qarshi so'lab kirib ketyapti. Hey, ağaylar, elg'o Ahmad G'ayratning uyi ekan. Dadisi Mehmet To'xoning uyigimi nomus qilmay, u jarimani, bu jarimani deb kiraveradigan tursa u. G'ayratning uyiga kirmay qolamidi? Shuncha ag'illar, bunda g'alchidan mening g'angzam yaxshi, harom kelgan foydadan o'ydiki qattiq sangzam yaxshi degan gap bor. Ey qappa, sening mush qo'shaq deganlarga payzon bor juma. Hey, ma g'alchi to'g'riliq bir ikki qo'shaq to'qimamsan, ha? Bu g'alcha bizni oz qaqshatmay yotdi. Uning to'g'riliq bir ikki ko'plet qo'shaq to'qib qo'yaylik, qanday, ha? Ag'ina, bu to'qidis to'qiyverdigan shangchining nokusi emas u. Ma keldi. Qo'shaq degan qo'saqdan qo'shilib chiqdi. Qo'shaq o'qish, cho'chak to'qish, katman so'qish degan teqirning koni adib tursa. G'apiraqo'r, odamni betoqat qilmay, qani, o'qimamsizlar, ha? Hey, qaranglar, g'alchi bisirab qarab kelyapti. G'alchi kelyapti. Ey. Mana shuni kim bo'ldimi? Ha, To'xtaxon, hammasi bo'lib 436 koy bo'lganligini uqdinglar, shundaqmi? Uqdim. Amsa, men qaytdim. Pulni kentga o'zinglar olib berasizlar, ha? 436 yuanda. Ha, shundaq bo'ldi. Ey, Niyoz, to'xta. Ha, nima gap? Sana deydigan muhim bir gap. Chaqa demamsizlar. Bu muhim gapni sening qo'lingda ishim aldirash mening tez-tez danglar. Ishim aldirashga. Bu gapni sening mush qo'lingda demsan bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Men seni sapsaqlig'ini anladim. Sen bu endi mening gapimni anglab qo'y, bildingmi? Ha? 436 yong'o. Buni to'layman. Tuqma. Sen mening gapimni qo'lingda dil tutma. Ag'ratamda. To'xta o'tganlik qashab yuratdi. Mana endi Niyozning pul deb kirganini ko'rib, toza ochiq keldigan bo'ldi-da uniki. O bu yil qo'g'in terib, bahlil ziyon tortdi. Albatta ochiq keldi-da. Voy, biz ziyon tortmagandek gap qilsan-ku. Hammamiz ziyon tortdik. Hammamiz ziyon tortdik. Olta yozning yoqi. Zayyarning pashsiga sapqinimizni sho'ritib, kekirtakchi qarzga bo'g'ilib, qo'g'liqda sayning tishidek yotdik. Birasimiz yotamay qolsak,
Her kaysın cehrimanı ilişti. Hayır, onunla mı boptu deyişti. İş kılıp, tatkan capayımızga çüşlük bir iş bula desek. Sen emine xuddi çoğun dadağının qoğununu satkandek. Şunca ola oqçıgan qoğunun mu, onun içinden birini talap özün bilgen sütüşüp, kolumuzga bir moşamı berişmidin. Anlasak bizden ecir mekintimizden haram payda ilişip sen emes mi? Ahırkı hesapta itizlap tergan qoğularımız, boğaq balını bakkandek tücüp bilgen qoğularımız, göz aldığımızda sisiğini sisip ulaq çarılarımız yap, biz dehalağa nurgun ziyan boldu. Her bir moyadın nurgun ziyan tattı. Lekin sen haqçı, sen haqın aldığın paydasıga gep getmeydi, bizge uval emes mi? Bugün sen halça, hemmini eniq etsen, yani hilgarlık kıldığın mısın, geçgandan tutup, xalq hükümetiga apırıp, kögülüğünü köstümen, Canım ukam, bu işler kent bilen münasebetsiz. Hemmisine kardeş Mahmut deden hele üç akufka. Eğer ulanın işlerini desem, Mahmut deden hukukumda 50 bin ufka. Neti, yani hukukum deysen o. Ben sana et koyayım. Kığa etkenlerini bir etmeydiğin mısın, kanık hükümetiga apırmam. Canım ukam, eytay. Hemmini tes et. Bolmaydiğin mısın, kögülüğünü köstütümen. Kıgan etken buzukçılıklarından hemmini et. Marco, Ne tapsan et. Azizligim xalqim sen Sunuqdular xarlanmasın Külüp baksın İşlevermen kecha gündüz Çimenlerde yürüp baksın İşlevermen kecha gündüz Seyle kılıp yürüp baksın Seher kullar tegmesin şu dihkan atılara Onensiz mi öter günümün bir çapalara İnsan bulsan yetkine dostum Varlığın kadriye Armanıga yetmeyenler yetip baksın İnsan bulsan yetkine dostum Ularının kadriye Armanıga yetmeyenler yetip baksın Elni süygin öz elimde yirak bulma Haram dünya hamasida Sen halkını harlama Puşayman var haman sana Öz özünü aldığına Dihqanlarımı rahatlanıp gidip baksın Seher kullar tegmesin şu dihqan atılara
dostum şu dikkan atımağa Onu siz öter günümün bir çapalada İnsan bulsan yetkine dostum ularning qadriga armaniga yetmegenler yetip baksın İnsan bulsan yetkine dostum ularning qadriga armaniga yetmegenler yetip baksın Dehqon bilan bağlar güzel bağlarni xazan qilma Şu bağlarni pervish etken aziz xalqimni xor qilma Dehqon bilan bağlar güzel bağlarni xazan qilma Şu bağlarni pervish etken aziz xalqimni xor qilma Şu bağlarni pervish etken aziz xalqimni xor qilma Şu bağlarni pervish etken aziz xalqimni xor qilma